Chingiz Aytmatov 20-asr Qirg'iz adabiyotining eng iste'dodli va jahonga tanilgan yirik namoyandalaridan biri. Adib nomini ilk bor xalqaro miqyosida mashhur qilgan 1958-yilda yozilib, jahon xalqlarining 40 dan ortiq tillariga tarjima qilingan asar Jamila qissasi bo'ldi. Jamila qissasini Louis Aragon muhabbat haqida yozilgan jahondagi eng ajoyib qissa deb atagan. Adibning badiiy publitsistik asarlari o'zbek tiliga mahorat bilan tarjima qilingan. Xususan, Chingiz Aytmatovning Yuzma-yuz, Jamila, Birinchi muallim, Asrga tatigulik kun, Qiyomat, Oq kema kabi ijod namunalari kitobxonlarning sevimli asarlariga aylangan. Jamila katta oilaga tushgan yangi kelinchak, ammo quvonchi uzoq davom etmadi. Urush yosh oilaga nafaqat hijron, ayriliq, balki parokandalik olib keldi. Turmush o'rtog'ini frontga jo'natgan kelin erkaklar mehnatini o'z zimmasiga olib, dalaga chiqib mehnat qiladi. Hayotining past va balandiga qaramay, qiyinchiliklarni sabr va matonat bilan yengib o'tadi. Asarning badiiy barkamolligi, shuning bilan birga g'oyat samimiy va soddaligi ham uning qimmatini oshirgan. Inson qalbiga ezgulik, ularni bir-biriga mehr-oqibatli qilib tarbiyalashda, o'zlarining va o'zgalarning muhabbat tuyg'ularini e'zozlashga o'rgatishda Jamilaga o'xshash go'zal qissalarning o'rni beqiyosdir. Qissa va undagi obrazlar, Jamila timsolidagi qizning hayotiy kechinmalari haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lishingizda, Chingiz Aytmatovning ushbu qissasini siz azizlarga o'qishni tavsiya etamiz.